arabskiy stil 100 ming dollarga. Bundan ham qimmatlari bor, 120 ming dollarligi. 80 ming dollarligi ham bor. Ana yuqorisida cho'lda botib qolsa, ana bu chiqargichlari, projektorlari, bu yerda projektor, mana bu yerda ham projektor o'zi zavoddan qo'yilgan 409 TT degani. Avtomobilni qaranglar, orqasida farkopi ham bor. Teleshka taqib olib yoki cho'llarda boshqa mashinalarni tortib chiqarish uchun yog'och stavkalar qo'yilgan, u tomonda ham yog'och. O'zida hamma avtomobillarda огнетушителlari kim bunaqa xaltachalari bo'lar ekan. Juda ham arablarni menga yoqqan tomoni mana shu avtomobil sotishida ko'p narsalar qo'shib beryapman. Yuqorida ham ko'ryapsiz, projektorlar ham avtomobilga qo'shib beryapti. O'zbekistonda qimmat bular. Hammasi почти 30 ming 40 ming dollar qimmat, lekin bularni qaranglar. Ekrani mana bunaqa bo'lar ekan. Buni boshqa katta modellari ham bor, menimcha, lekin arablarga kichkina ekran, ko'proq knopka bo'lsa yoqar ekan. Tushundim. Sensorli avtomobillar, mana bu yerlarda sensor bo'ladi-ku, ekranlar, ular yoqmas ekan. Mana hammasini ular knopkani yoqtirar ekan o'rtoqlar.